ko'rganmiz, siz ham ko'rgansiz, eski binolarda ishlab o'tirgansiz, xonalarni ko'rgansiz. Bugungi sharoitda ma'qulmi? Ha, ma'qul. Nima yana kamchilik qoldi sudda shu? Halol bor. Xalqqa xizmat qilish uchun nima sizlarga yetmayapti hozir? Hozir hamma sharoit yaratilgan, sizlarga katta rahmat. O'zimiz ilgari binomizni bilamiz, ma'muriy sud hozir keldik, hamma sharoit yetarli. O'sha nima deydi? Hech qanday kamchiligimiz yo'q. Faqat ishlash kerak-da, ishlash kerak. Baxtiyorga 90-yillarda sudya bo'ldida. Sudya bo'lgan xonaga kirganimiz bitta stol bor, stul bitta bor. Yo'q, bitta xona yo'q, hech narsa yo'q. Uyga baloq Ahmadda bo'lganmiz, stullar. Qo'qon shahrida, Qo'qon shahrida, mana 95-yilda sudya bo'lganimda sud binosi Jugutni uyi edi. Jugutni uyida sud binosi joylashgan. Xona endi mana shuncha xonada endi u xona ham haliga o'sha eski uylarda galanskiy pechkalar bo'ladi-ku. Kadrlarga. Ha, galanskiy pechka bitta nima. Xonani yarmi galanskiy pechka egallaydi. Aylanayani nima yo'q. Sudya yordamchisiga alohida xona yo'qmi? Bitta joyda o'tirardi ekanmiz. Ya'ni biz ishimizni qilsak, bu ham mana shu protokolda o'tirardi. Binolarda yirtilgan, hamma endi bo'ladi.